Assalomu alaykum. Bugun sizlarga uy sharoitida pasta qilishni o'rgatmoqchiman. O'zimni eng oson va kam xarj retseptim bilan bo'lishaman. Bizga bitta piyoz kerak bo'ladi. Piyozimizni yaxshilab mayda kubik shaklida to'g'rab olamiz. Kubik qilib to'g'rab oldik. Endi bizga tovamizga yog' solamiz. Yog'imizni unaqa ko'p so'rmaymiz. Men ovqat qilayotganda bilasizlar, juda ham kam yog' solaman. Yog'imizni yaxshilab qizitib olib, yog'imiz qiziguncha biz sizlar bilan spetsiyalarimizni tayyorlab olishimiz kerak. Bizga spetsiyalardan oregano kerak bo'ladi. Bu pastamiz juda ham achchiqqina bo'ladi. Pastaning nomi arabiyati. Ostri paprika qo'shiladi o'shaning uchun. Tabga ko'ra tuz qo'shib yoramiz. Sladkий paprika qo'shiladi va ozgina murch. Hamma narsani solib bittada aralashtirib tashlaymiz. Уже bizda yog'imiz ham qizib oldi. Yog'imizga hamma spetsiyalarni solib, yog'da qovurib olamiz. Yog'imizda spetsiyalar ozgina qizib oldi. Endi bizga piyoz kerak bo'ladi. Boya to'g'rab olgan piyozimizni solib, o'lgunicha qovurib olamiz. Yaxshilab o'lib, o'zidan sokni chiqarish kerak piyozimizni. Piyozimizni qovurilguncha biz sizlar bilan tozalangan pomidorimizni, pomidor обязательно kajurkasini olib tashlashinglar kerak. 4 ta 5 ta mayda kubikchalar qilib bo'lib olamiz. Agar juda ham katta bo'lsa, ezilib pishib ketishi qiyinroq bo'ladi, ozgina vaqtni ham oladi. Pomidorlarimizni to'g'rab oldik. Pomidorimiz to'g'raguncha piyozimiz qovurildi. Pomidor to'g'ramiz. Ana endi yaxshilab aralashtirib 5 minut pomidorimizdan so'klari chiqishiga beramiz. Hozir hamma narsa o'rtachadan sal balandroq olovda qilinyapti. Pomidorimiz o'zidan suv chiqardi. 2-3 ta zubchik mayda to'g'ralgan chesnok. Yana yaxshilab qovuramiz. 1-2 marta. Bizga shpinat listiklari kerak bo'ladi. 3 ta 4 ta tashlab yoramiz ustiga. Va albatta har doim pomidor tomatlar bilan ishlaganingizda 1 osh qoshiq shakar sepib yoramiz, taxir mazasini olish uchun. Просто ароматный реально. Endi bizga ozgina tomatli sok kerak bo'ladi. Где-то 200-300 grammcha qo'yib yoramiz. Gazimizni pasaytirib, o'rtacha olovda 15 minutga dimlab qo'yamiz. Vaqtimizni bekor yo'qotmaymiz. Endi sizlar bilan vermishelimizni faqat qaynatib olishimiz kerak. Menga mana bunaqa ingichka vermishel kerak bo'ladi. Qaynagan suvimizga sovuramiz. Vermishelimizga tabga ko'ra Biroz tuzini sovuramiz. Yopishib qolmasligi uchun ozgina yog' sovuramiz va 10-15 minut suvda qaynatib olamiz. Hozir sizlarga ozgina bitta nyuanslar haqida aytib o'tmoqchiman. Sizlar xohishga ko'ra tovuq filesi yoki go'sht, farsh solishingiz mumkin. Faqat mayda kubik qilib to'g'raysizlar, piyoz bilan yaxshilab qovurib olasizlar. Tovuq filesi ham, go'sht ham, farsh ham bu pastamiz bilan juda ham zo'r chiqishadi. Pastaga spagetti vermishelini soldim, lekin sizlar xohlasanglar boshqa o'zingizlarning uyingizda bor makaronlarni ham solishingiz mumkin. U bilan ham, bu bilan ham mazasi juda ham yaxshi chiqadi. Qizlar, tomatimiz ham tayyor bo'ldi. Mana mana shunaqa konsistensiyada bo'lishi kerak. Quyuqligiga ahamiyat beringlar. Slishkam quyuq emas, slishkam suyuq emas. Endi vermishellarimizni qo'shib yoramiz. Bitta aralashtirib olamiz yaxshilab. Endi eng qiziq joyi, hozir biz sizlar bilan dekoratsiya qilamiz. Va albatta pastamizga parmezan sirini mayda cho'rkadan chiqarib yoramiz. Qizlar, pastamizni ham dekoratsiya qilib bo'ldik. Endi sizlar bilan uni o'zini yeyish usuli bor. O'sha bilan sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Qoshiq olasizlar, vilka olamiz. Olib, shunda o'shab turib aylantirasizlar. Qizlar, bugun sizlar bilan bo'lishgan retseptimni yoqtirgan umiddaman. E'tiboringiz uchun hammaga kattakon rahmat.